Biznes klass xonadon o'zi qanaqa bo'ladi? Lokatsiya narxi-chi? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkent shahar Mirobod tumanida joylashgan Mirabad loyihasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida biznes klass xonadon qanaqa bo'lishi kerakligini to'liq ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi kunda uy xarid qilish bu faqatgina yoqdi-yoqmadi degan savol emas. Bu plyus qanchalik xavfsizligi, hujjatlar joyidami? Xarid qilgan uyingiz ertaga qanchaga baholanadi va loyiha o'zi qachon topshiriladi degan savollar. Bu videoda men sizga loyiha qanchalik tayyorligini, hujjatlari qanday ekanini, lokatsiyasi nimasi bilan qulayligini va eng muhimi xonadon ichiga kirib real holatni ko'rsataman. Agar siz yashash yoki investitsiya uchun uy qidirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Avvalambor loyihani umumiy tayyorgarlik darajasidan boshlaymiz. Mirabad loyihasi Business House kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Jami 10 ta blok, oldi tomonda 5 ta blok, orqa tomonda 5 ta blok. Loyiha hozirda 70% ga tayyor holatda. Birinchi bo'lib orqa 5 ta blokdan boshlaymiz. Ushbu blokda перегородка, elektrika, santexnika, rodman ishlari tugatilib, tashqi romlar o'rnatilib, tomlar ham yopilgan. Hozir biz 10-blokdamiz. Ko'rib turganingizdek, zinalar granit bilan qoplanib, perilalar o'rnatilgan. Bu bizning penthouse-imizning balkon qismi. Loyihada 92 ta penthouse xonadon mavjud va taxminan 60 ta tijorat binolari uchun maydon ajratilgan. Yana bir yangilik, Mirabad loyihasini uzoq yillar davomida kutishingiz shart emas. Loyiha 2026-yilning 4-chorakida to'liq topshiriladi. Endi bo'lsa, lokatsiya haqida gaplashamiz. Chunki lokatsiya uy narxining eng asosiy omili. Mirabad loyihasi Mirobod tumani Savr ko'chasida joylashgan. Ko'pchilik Novostroykadan xonadon xarid qilayotganda birinchi qatordagi uylarni tanlashga harakat qilishadi. Lekin buni bitta minus tomoni bor. Uylar yo'lga yaqin bo'lgani uchun shovqin ham kuchli bo'ladi. Lekin Mirabad loyihasi ko'rib turganingizdek mahalla ichida joylashgan. Bu degani yashash uchun qulaylik bo'ladi va shovqin ham kamroq bo'ladi. Aeroport, metro, vokzalgacha 5-10 daqiqalik yo'l. Agar sizning ishingiz aeroport yoki vokzal bilan bog'liq bo'lsa, loyihamiz mahallada joylashganligi sababli tirbandliklar bu yerda kuzatilmaydi. Ya'ni ishingiz tez bitishi aniq. Uy xaridida eng muhim savol, bu uy o'zi qonuniymi? Buni tekshirish uchun esa GASN hujjati kerak. GASN bu qurilish sifatini davlat tomonidan nazorat qiluvchi organ. Agarda Novostroykada sizga ushbu hujjatni taqdim qilishsa, demak kadastr olish va sotishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Agarda taqdim qilishmasa, demak bino noqonuniy hisoblanadi. 2025-yil iyul oyida esa GASN O'zbekiston 24 telekanali bilan hamkorlikda qurilish sifati qanday bo'lishi kerakligi haqida aynan Mirabad loyihasini namuna sifatida ko'rsatgan. Loyihamiz esa hozir 70% ga tayyor holatda. Bu 10-blokka podyezd hududi. Bu podyezdda 8 ta xonadon mavjud. Hozir ichkariga kirib, xonadonlarni ham ko'rib chiqamiz. Xonadonlarda eshiklar to'liq o'rnatilgan. Bundan tashqari elektrika, rodman ishlari to'liq bitkazilgan. Eng muhim tomoni, bu tochkalar hammasi pod zakaz mijozimizning xohishiga binoan qilingan. Endi bo'lsa santexnika ishlarini ko'rib chiqamiz. Vannaxona va oshxonada suv quvurlari tugatilgan. Bundan tashqari kanalizatsiya tizimi ham tayyor holatda. Bu bizning xonadonimizning oshxona qismi. Boya aytib o'tganimda santexnika ishlari tochkalargacha tugatilgan. Bu tomonda bizda vitishka va o'rnatilgan romlar. Romlarimiz qish va yoz mavsumi uchun moslashtirilgan, shovqin ham o'tkazmaydi. Mirabad loyihasi biznes klass loyiha bo'lgani uchun bu yerda arzon segment materiallar ishlatilmagan. Umumiy joylarda sifatli qoplamalar, mustahkam zinapoyalar va uzoq muddat xizmat qiladigan materiallar tanlangan. Business House kompaniyasi 2017-yildan boshlab bugungi kungacha Andijon viloyati va O'sh shahrida 10 tadan ortiq premium va biznes klass loyihalarni amalga oshirgan. Umumiy hisobda 10 mingga yaqin xonadonlar sotilgan. Ko'rib turganingizdek, Business House kompaniyasi uchun Mirabad loyihasi birinchi tajriba emas. Endi eng qiziq savollardan bittasiga o'tamiz va bu narx. Bugungi kunda Mirabad loyihasida kvadrat metri 100% to'lovda $904 boshlanadi. 2 xonali xonadonlar esa $52,000 dan $59,000gacha. Bir xonali xonadonlar esa $40,000 dan $43,000gacha 100% to'lovda. Bo'lib to'lashga o'tadigan bo'lsak, 12 oyga boshlang'ich to'lov,
20 ming dollardan boshlanadi. Bu narx biznes klass darajasi, lokatsiya, tayyorgarlik darajasi va hujjatlar asosida shakllangan. Xulosa qilib gapiradigan bo'lsak, loyiha hozir 70% ga tayyor holatda. Topshirish muddati ham yaqin. Shu yilni 4-choragida, yillar davomida kutish shart emas. Lokatsiyasi yaxshi, hujjatlari ham joyida. Sotuvda esa sanoqli xonadonlar qoldi. Agar siz Mirabad loyihasi bo'yicha mavjud xonadonlar, aniq narxlar, to'lov variantlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, hoziroq izohlardagi Telegram bot orqali ro'yxatdan o'tib ma'lumotlaringizni qoldiring va bizni mutaxassislarimiz atigi 5 daqiqa ichida o'zlari siz bilan bog'lanishadi.